Bismillahirrohmanirrohim. Vatanni sevmoq iymondandir. Assalomu alaykum O'zbekiston. Qadrdonlar, dang'illati uchastkani solib qo'yib turib, endi qanday remontdan foydalansam bo'lar ekan deganlarga qadrdonlar juda ham chiroyli ko'rinishda Turetskiy fason deydimi, bir boshqacha fasonlarda zo'r akalarimiz remontlarni qilib tashlab. Shu joyda hozir 5 xona uyimiz bor ekan. 5alasini ham ko'rsatib obzorini qilib beramiz. Videoni boshdan oxirigacha ko'rib tursanglar, sizlarga tushunarli, manfaatli video bo'ladi. Faqatgina sizlardan bitta iltimos. Bu ustakalarimiz faqatgina hozirgi kunda Farg'ona bo'ylab xizmat ko'rsatar ekan. Farg'ona deganda Farg'ona, Marg'ilon, Oltiariq, Qo'qon, Bog'dod, Rishton bo'ylab xizmat ko'rsatishaverar ekan. Shuning uchun shu joyni inobatga olib qo'yasizlar. Bo'lmasa biz videomizni boshladik akalar. Yigit kishiga 40 hunar oz degandek akalarimiz hamma yo'g'ini elektrik, santexnik, podключить hamma yo'g'ini chiroyli qilib topshirishar ekan. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum aka, xush kelibsiz. Rahmat. Bitirganimizga. Xo'p, qo'lingiz dard ko'rmasin. Ko'rib ishingizda havas qildik. Haqiqatdan havas qiladigan. Insonning qo'li gul, haqiqatdan mehr bilan ishlangan, ko'ryapsizlar, ishlar juda ham idealni. Shunaqangi imoratda xonadoni bo'lishni orzu qilganlar laykni bosib ko'raverasizlar. Shunaqangi ustalardan foydalanaylik deganlar. Xo'p, endi qadrdonim, bugun biz Farg'onani Rishtondamiz qadrdonlar. Rishtonlik ustakalarimiz ishini yoritib beramiz qo'ldan kelganicha. Hozirgi kunda bu aboylarimiz podkraska aboylar bo'lgan ekan. Ha. Buni ichi boshqa aboy podkraska, tashqisi ham aboy, podkraska. Xo'p, devor qanday holatda edi? Devor shkatuka qilingan edi. Podpravili to'g'rilagan, tayyor edi. Ya'ni tayyor holatda bo'lgan, ha? Tayyor holatda bo'lgan. Sizlar xo'p, tayyor holatga nima qildinglar? Shpakilovka tortdingizmi? Necha slot? 2 slot shpakilovka tortganmiz, aboy yopishtirganmiz, tiyagasini yopishtirganmiz, kraska qilib berganmiz. Mashalloh, juda ham zo'r. Xo'p, endi mana o'zingiz aytdingiz, tayyor devor edi. Padmayer bo'lgan tayyor tekis devor edi. 2 slot shpakilovka tortib podkraska aboy qildingiz. Shu 2 slot shpakilovka tortib tayyor devorga shu podkraska qilib berishingiz necha pul bo'ldi? Ofshi. Bitishi 1 kvadrati. Ofshi bitishimi? Aboyingizda. Mana tiyagalaringiz emas, tiyagalaringiz alohida. U alohida. Aboyni o'zi 40 mingdan boshlab 65 minggacha yopishtiramiz. Agar tayyor bo'lsa, 40 ming, 50 minggacha yopishtiryapmiz. Agar shpakilovka qilmasam ustiga rodbin berib boshqacha narxi yana ko'tariladi. Ko'tariladi. Ha, ya'ni siz aytyapsizki, tayyor emas, burchaklar qiyshiq, rodbin tortib, to'g'rilarni qilingan devorga qo'shilib qoladi. Podpravili to'g'rilab turib rodbin tortsak, tepasiga qo'shilaveradi. Lekin aboyni o'zi tayyor bo'lsa, 2 slot shpakilovkasi, aboy yopishtirishi, ugaloklari bilan chekkalariga 40 mingdan boshlab 55 minggacha yopishtiryapmiz. Yopishtiryapsizlar, gap yo'q. Tushunarli. Bu podkraskalar aboyimiz, to'g'rimi? Aboyimiz. Buni endi aboyni yopishtirganmiz, ustidan kraska qilganmiz 2 sloy. Bu kraskasi отдельно 15 mingdan qilib berganmiz sloyini. Keyin tiyagaga keladigan bo'lsak, tiyagalarni metrini 15 mingdan yopishtirib berganmiz, bitishi bilan, kraskasi bilan. Bitishi bilan. Polni bitishi bilan. Bitishi bilan. Endi aka, keyingi xonalarni ham ko'rsatamiz. Pokaklarimiz-chi? Pokaklarimiz hozir metri qanaqa bo'ldi? Pokaklarimizni bitishi 10 mingdan yopishtiryapmiz metrini. Metri 10 ming so'mdan. 10 ming so'mdan shu yopishtirib, shoflarni yamab, chiroyli qilib kraska qilib beramiz. 10 ming so'm bo'ladi. Agar shunda tiyaga bo'ladigan bo'lsa-chi, lepga 15 mingdan 20 ming so'mgacha. Agar gullilar bo'lsa, tiyagalarni o'zi bilasiz, guli bor. Anaqa yaltiroqli qilamiz, boshqacha chiroyli chiqadi. 15 mingdan bu yo'q 20 ming, 25 ming guliga qarab, kraskaga qarab ketaveradi. Ketaveradi. Juda ham zo'r. Endi bu yoqqa chiqamiz. Xo'p, mana televizion joyiga PVX mramra, shunaqami? PVX panel yopishtirib berganmiz. Mana juda ham zo'r chiqqan. Bu PVX panelimiz, bu sonasi o'ziga moslab turib qilganmiz. Uyda egalariga o'zimiz dizayn berib, fason berib, birgalikda qilganmiz. Mebelini ham qora qilib berganmiz. Bu televizorning kattaligiga uchun hali ilmadik, endi ilib beramiz xudo xolasa. Chiroyli bo'ldi. Lekin zo'r chiqibdi. Xo'p, PVX panellarimizni kvadratga yopishtirib berasizlarmi? Bitta butuniga yopishtirib beramiz aka. Bitta butuniga. Misol uchun necha pul yopishtiriladi? Misol hammomlarga ham qilgansizlar aka. Hammomga ham qilganmiz. Hammomga zo'r bo'ladi. Televizorli joylarga mana bunday dekorativni chiqish uchun yana ham zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Mana o'zi ko'rinib turibdi. Fasonlari juda ko'p bo'ladi. O'zi hamma ham ko'rib yuribdi, hozirgi paytda trendga chiqqan. Buni 80 mingdan yopishtirib beramiz o'zini, shonasini 40 ming so'mdan yopishtirib beramiz. Bir donasi. Bir donasi. Bir donasi mana bular 40 ming so'm, bir dona deganda bu bo'lmadi 3 metr seli, to'g'rimi? 3 metrga 25 bor, 15 bor. Har xil razmerda nimasiga. Xullas kalom 40 mingdan. Buni 80 mingga bir donasi shu 80 mingga yopishtiramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana qaranglar, ideal. Endi mana buni qaranglar, qadrdonlar. Rombek shakldagi oynalarimiz juda ham trend bo'lgan. Juda chiroyli chiqadi shunaqa joylarga. Xohlasanglar ham boshqacha rangini, tilla rangidan, xohlasang ham mana shunday rangidan yig'ib berilaveradi, terib berilaveradi.
Bunimizni necha puldan qilib bergansizlar xizmatlarni? Bunisi pad zakaz tuzatgandek xohlagan fasonlarida, xohlagan rombik sifatida chiqaradi. O'zi pad zakaz qilib chaqirtirishimiz отдельно ulardiki, endi oyna xizmati bizda yo'q. Yopishtirib berishimizda o'zi 65 ming bo'ladi. Yopishtirib, mana tayyorlab, mana ko'ryapsiz, u tuyaga razmerigacha aytganmiz. Tayyorlab shuni shu holatiga kelishi 65 ming. Juda ham zo'r qadrdonlar. Bu yerda aytilayotgan turgan narsalar, material hammasi uy egasidan. Biz faqat usta haqini yoritib ketyapmiz xolos qadrdonlar. Material uy egalaridan. Zo'r. Xohlasalar aytachento, xohlasalar vetsenka hammasini qilib berishaveradi. Zo'rlab. Mana buni qarang, endi hozir keyingi xonaga ham kiramiz, lekin mana bitta oshxonani ham ko'rsataylik. Akalarimiz bu yerda ham o'sha gipsokartoni, mana bu mebeli, elektrik, santexnik ishlarni ham qilib berishgan ekan o'zlari. Mana ko'ryapsizlar, juda ham zo'r chiqibdi. Endi mana aboyimiz mana shu holatda bo'lsa, tayyor devorga 40 ming so'mdan, ha, xuddi shunday. Mana bu chunki podsvetkali aboy emas. Shu o'zi nimali? Shunday tayyor tekis devorga 40 ming so'mdan kvadratini yopishtirib berishar ekan mana shu holatda. Endi santexnika ishlarimiz bitta tochkasi qanaqa bo'lyapti aka? Xo'p, aka, bunimizda shu katta yo'ldan tortib kelishlarning, umuman ishlaydigan holatga qilib berishlarning tochkasi necha pul? Mana shu holatiga kelishi, mana ikkita tochkasi bor, ikkita kranti bor. Ishlab berishi katta yo'ldan boshlab baqa kelishigacha 300 ming, 150 ming so'mga bitirib beramiz. Bitta tochkasini. Bitta tochkasini. Lekin katta yo'lda ustanovka qilishingiz alohida. Отдельно, ha. Katta yo'lda o'zini ustanovka qilib, o'zingiz bilasiz, hamma yo'qni ustanovka qilib, podключение qilib, yoqib uyda egasiga tushuntirib berishimiz отдельно 5 ming, 550 ming so'm bo'ladi. Katta. Uni katta. Endi mana bunday suvni mana bu yerda tushirib berishchi, misol aristonlarga Aristonni o'zini ustanovka qilish 350 ming so'm, 400 ming so'm bo'lyapti. O'zini ustanovka qilib, kakpalarning filtrlarini qo'yib beramiz, ichida u filtrlari. Tochkasi bo'lsa, 100 mingdan 150 ming so'mga bo'lyapti. Issiq suv polni keladi, gribyonkali chiroyli qilib terib beramiz. Hozir ko'rsatamiz, ichkarida bor, vannaniki. Shunaqa narx bo'lyapti hozirda. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerda faqat usta haqi aytilyapti. Qadrdonlar, material ichidami degan savol bo'lib qolmasin sizlarda. Xo'p, endi mana bu yerga kiramiz. Spalni, ha, bu kirinchi aka, svet. Bu xonamiz spalni bitirib berganmiz. O'zimizning eng yaqin o'rtog'imning uylari. Polni bitirib berganmiz. Mebelini o'zimizning ukamiz qilib berishgan. Orqasiga ham televizordagi taraqa panelni chonasini yopishtirganmiz. Mana buni qarang. Juda ham chiroyli chiqdi. Ha, demak, mana bunday mebellarni ham o'zlaringiz qilib beryapsiz. Boshqona mebelni ham o'zlaringiz qilib berasiz, ya'ni ukangiz mebel. Ha, o'zimizning ukamiz bor, mebel xizmatlari, natijnoy o'zingiz bilasiz, hamma yoqda o'zimizning ukaxonlar hammasi bor. Bu yoqda addeni kiyim yeydigan joy qilib berganmiz. Orqasiga ko'rib turibsiz, qoraga shonamizni yopishtirib berganmiz. Juda ham zo'r. Mana bu orqalarni qaranglar, juda ham chiroyli qilib tashlashdi. Ko'rinish vahshiy gap bo'lishi mumkin, juda bagat. Xo'p. Endi bularimizni narxni aytamiz yo kelishilgan holda bo'ladimi ob'yomiga? Ha, ob'yomiga qarab, taragan materialga qarab narx chiqaradi. Joylariga qarab turib. Zo'r. Bunimiz hammom. Hammom. Ha, spaniga kirorish. Xo'p. Xo'p. Ko'rsatsak bo'ladimi? Kiraverasiz, ha. Mana. Qaranglar. Shunaqangi qilib montajlarni qilib zo'r qilib bergan ekansiz aka. Ha, polni o'zimiz montajlarni qilib, o'zi bilan trenddagi keramika qilib berganmiz. Bu yerda kir mashina kirgan, mana joyi turibdi, отдельно. Zo'r joy. Buni olsak, mana siz aytganingiz santexnik ishlari. Отдельно aristonni qo'yib, mebel ichiga bekitib berganmiz. Filtrlari, ariston, girbiyonka отдельно hammasiga отдельно kran qo'yib berganmiz. Mana. Gap yo'q. Ishlar o'ta toza, idealni ekan. Bu yerda paddonimiz, отдельно suv ketadigan, oynamiz. Sho'rli qilib. Buni zakaz bergansizlarmi oynani qilib? Oynani, zakaz berganmiz, kelib o'rnatib ketishdi o'zlari. Ham zo'r. Unitamiz installyatsiya qo'yib berganmiz, hisobiy joy bu yoqda kichkinaligi uchun installyatsiya qo'yib devorning ichiga kirgizib berganmiz. Kakbalar bilan ishlayapti. Qorasidan o'zlari uydagilarga yoqqan fasonda qora qilib berganmiz. Gap yo'q. Kafelimizni kvadrati necha pul bo'lyapti? Kafelimizni kvadrati shu turishi, mana ko'rib turibsiz, bitgan. 60 ga 120 kafelimiz. Buni yopishtirish 65 mingdan holatiga qarab turib, kafelni sifatiga qarab turib 120 minggacha yopishtirib beramiz. Natijnoy patologlarda ham qilib beraverasiz, to'g'rimi? Polni qilib beraveramiz. Natijnoy patolog, elektrik xizmati, diodlar hammasini beraveramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Qadrdonlar, menimcha qo'ldan kelgancha ko'rsatyapti. Endi hammasini aytadigan bo'lsak, endi mana bu oyoqdagidagi parketga, keladigan bo'lsak, nalimnoy polini quyib, mana shu holatda qilib berishlaring necha pul bo'ladi misol? Poli idealniy bo'lsa, nalimnoy pol qo'yib, shuni ochib berishimiz, laminatni ochib yopishtirib berishimiz
25 mingdan 35 minggacha bo'lyapti. 25 mingdan 35 ming. Holatiga qarab, Melnopolis yo'l unnasiga qarab Aha. bu xonani detski qilib berganmiz. Hop. Mana kiramiz. Juda zo'r. Mana aboylari ham o'zgacha chiqqan. Ha, hozirgi paytda trenddagi aboylar ko'rib turibsiz. Bu gul endi boshqacha svet qilib berganmiz, padbor qilib o'zini guli Papa Mama deydi. Aha. Bu yog'ini boshqacha gulli qilib berganmiz. Ha, bu yog'i boshqacha. Ha, bu yog'i boshqacha. Padbor bo'lgan. Ha, padbor bo'lgan. Bu yoqda adin santenik joylarni ham bekitib berganmiz chiroyli qilib. Gap yo'q. Gilyonkalarni. Ochsa bo'ladimi sizlar aka? Aha, ochaman. Mana bitta ochib ko'rsatamiz. Mana chiroyli qilib berganmiz. Hisobiy Mana bunaqa. yo'qotib berganmiz bu narsalarni. Bemalol chiroyli turaveradi bekitib qo'ysak. Zo'r lekin. Havas qiladigan ustakalarimiz ishini. Akalar, menimcha qo'ldan kelgancha ma'lumotni berdik. Xudo xohlasa aloqaga chiqib olasizlar. Eshitilaring, elektrik, santexnik, natijnoy patolog, oshxona mebel desang, oshxona mebelini qilib berishar ekan. Hammasi qisqasi uyingizni mana shunaqangi chiroyli, ideal qilib chiqib ketishar ekan. Pastdan ekranda nomerlar turibdi, aloqaga chiqib olasizlar. Endi sizlar kutgan savol-javoblar qolib ketgan bo'lishi mumkin. To'la to'kis savol-javob qilmagan bo'lishimiz mumkin. Aloqaga chiqib bemalol gaplashamiz. Bemalol Xizmatlari faqat shu Farg'ona bo'ylab. Qadrdonlar, Farg'ona bo'ylab. Farg'ona territoriyasida ishlanaverar ekan. Ustaga rahmat sizga. Rahmat aka. Sog' bo'lasiz.